o'zimga bergan challenge'im, ya'ni TDM tutorining ikkinchi kuni. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Ko'rishinglar mumkin, deyarli jonimiz yo'q. Bunaqa momentda birinchi o'rinda o'zimizga xavfsiz bo'lgan joyga borib olishimiz kerak va tavakkal qilib raqib yuradigan joyga pref qilib turishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri, bu killimiz lucky bo'lib qoldi, lekin shu lucky bo'lishini ham sababini qilishimiz kerak bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, o'zimga juda ham qulay bo'lgan pozitsiyada turibman va raqib yaqinlashganini bilib, o'ylanmasdan konteyner tepasiga chiqishga qaror qildim. Ko'rishinglar mumkin, yaxshigina urun qabul qilib oldik, lekin hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Shunchaki raqib sakrashni kutamiz bo'ldi. Hali ham shodamisiz? Yaxshi, unda keyingi momentlarni ko'rishda davom etamiz. Bilaman, sizning zalyotingiz juda ham yomon, o'shaning uchun mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Oxirida sizga bitta samarali yo'lni aytib o'taman. Qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar, menga chiroyli kill qilish yoqadi. O'shaning uchun allambalo qiliqlarni qilishga qaror qildim. Qilqsiraganim uchun yaxshigina urun qabul qilib oldim, lekin hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Hozir men o'zim sevgan baytni qilaman, ya'ni o'zimni o'qlayotgandek ko'rsatib, raqibni flopingga chiqarib, kalasini prosta uchirib yuboraman. Agar siz ham zalyotingizni xuddi mendaqa kuchli bo'lishini xohlasangiz, bemalol Telegram kanalimga o'tib, optimizatsiyani skidka narxlari xarid qilishingiz mumkin. Va bunaqa narsalarga hamma ham o'rgatavermaydi. O'shaning uchun shunday like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Kuningiz xayrli o'tsin, salomat bo'ling.